Bu joydagi olgan ilmingiz bitta bolangizga emas, hammaga ishlaydi. Lekin insonning rivojlanishi asosan qiyinchilik bilan bo'ladi. Ha, agar undan o'tib ketdimi, demak u muvaffaqiyatga erishadi. Maralli bir 3 kun ketma-ket ezingda, o'sha bola 3-4 kun bormayman. Bosh og'rishi kerak, ko'zga uyqu kelishi kerak, boshqa qilmay qo'yaveramiz-da. Bitta ishda rohat yo'qmi, nima qiladi? Sirasi voz kechib yuboradi. O'sha narsalardan toblanib o'tmasa u aziz bo'lmaydi. Rohatlanish ehtiyoj. Ikkinchisi rohatlanish ehtiyoj. Bu asosan ikkinchi darajali ehtiyoj hisoblanadi. Ikkinchi darajali. Boya birinchi darajalisi qaysi edi? Tan olinish edi. Bu ikkinchisi rohatlanish ehtiyoji. Ha, rohatlanish ehtiyoji bu nima? Hamma narsani inson mazza qilish uchun qiladi. Hamma narsani inson nima qilib qoladi? Mazza qilish uchun qiladi. Gapirish, ishlash, turish, yurish. Ha, bu xatomi? Endi tabiiy o'rda savol tug'iladi. Bu xatomi? Inson qadrdonlar, faqat mazza qilish kerak emas-da. Faqat mazza qilish kerak emas. Faqat mazza qilish uchun bo'ladigan bo'lsa, ko'p narsalardan, intilishlardan, qiyinchiliklardan bosh tortib yuboradi. Sirasi qaytib ketadi. Komfort zonaga tushib qoladi. Hozirgi kunda komfort zonada ishoning, mana shu yerda 99% odam o'tiribdi. Men komfort zona darsini o'tib berganman bundan oldingilarga. Bular bu narsani to'laqonli isbotlagan. Va men hozirgi kunda o'quvchilar bilan ishlayapman. Qiz bolada ham, o'g'il bolada ham bir xil kasallik komfort zonada o'tiribdi. Qulay hududda chiqqisi kelmaydi. Nimani hisobiga? Rohatlanish ehtiyojini kattarib ketganligini hisobiga. Ya'ni, ha, komfort zonaga tushdi. Hamma xatti-harakati insonni o'zini rohatlanish uchun va lazzatlanish uchun bo'lib qoladi. Rohat yo'qmi? Bitta ishda rohat yo'qmi, nima qiladi? Sirasi voz kechib yuboradi. Mazza qilish yo'qmi? Voz kechib yuboraveradi. Ishoning mana, ba'zi birlar bor. Mana o'g'lim futbolga borgisi kelyapti, qo'ymayapti, u yoq bu yoq. Borib turib mana o'sha trener deydi, boshqasi bilan shuni borib turib, gaplashib turib borib, maralli bir 3 kun ketma-ket ezingda, o'sha bola 3-4 kun bormayman deydi. Ha, buni qanday qilsam bo'ladi, qanday tushuntirsam bo'ladi, buning kelajagi yo'q, boshqa muammosi yo'q. Eng osoni shu, maralli ezsin. 4-3 kun tavba qildim deydi. Luboy narsada. Ha, agar undan o'tib ketdimi, demak u muvaffaqiyatga erishadi. Men bu bo'yicha audio dars tashlab berganman. Adashmasam, komfort zonada tashlab berdim. Bir angliyalik, rossiyalik futbolchi Angliya Premyer Ligasiga o'tadi, o'sha joyda o'sha intervyu beradi. Men deydi, u yoqdagi trenirovkadan o'lib qolsam kerak deb o'ylagandim deydi. Lekin o'lmadim deydi. Shu darajada. Shuning uchun ular kuchli-da futbolda. Men demoqchiman. Ya'ni lekin insonning rivojlanishi asosan qiyinchilik bilan bo'ladi, osonchilik bilan bo'lmaydi. Bir non dasturxonda ustida u xom bo'lishligi uchun, non bo'lishligi uchun, jon bo'lishligi uchun u osonlik bilan dasturxon ustiga chiqdimi? U kambay unga rahm qilmadi. Tegirmon unga rahm qilmadi. Siz uni bir apparatda qiling, qo'lda qiling, uni mushlayotgan paytingizda unga rahm qilmadingiz. Unga tandir rahm qildimi? Yo'q. O'sha narsalardan toblanib o'tmasa u aziz bo'lmaydi u. U aziz bo'lmaydi. Shuni ekan, qadrdonlar, osonlik bilan bu narsani hech qanday hamma narsa oson bo'ladigan bo'lsa, bosh ko'rsatkich yuqori bo'ladi. Bosh ko'rsatkich birinchi zo'r bo'ladi. Lekin o'rta va oxirgi ko'rsatkich avtomatik ravishda tushib ketadi. Shuning uchun 99% holatlarda ko'p bir boshlagan faoliyatimizda boshi zo'r bo'ladi, oxiri baribir rasvos chiqib ketadi. Rohatlanish ehtiyoji qanday ishlaydi? Siz qilayotgan ishingizda, xatti-harakatingizda mazza qilish bo'lmasa, voz kechib yuboraverasiz. Bitta ishda ertaroq turish bormi? Qilmay qo'yaverasiz. Turmay qo'yaverasiz. Qilmay qo'y. Bitta ishda chanqash bormi? Issiqda yurish bormi? Qilmay qo'yaveramiz. Qaysidir ishda o'zingizdan voz kechish bormi? Qilmay qo'yaverasiz. Bo'ldi. Qo'pol qilib aytganda, hozirgi kunda men 21+ loyihasini bezga qilmayapmiz. Siznikidan keyingi 21+ loyihasi ham bordi. Uylana olmay yurgan o'g'il bolalar pitpilyon turibdi. Erga tega olmay yurganlar ham vashata terilib turibdi. Bularga oldiga borib, nima uchun uylana olmayapsiz? Nima uchun uylanmayapsiz? Siz qiz yo'q deydi. Bularga borib, nima uchun erga tegmayapsiz? Siz yo'q, tayinli bola yo'q deydi. Qana bir bu yerda fizika, matematika, ximiya, biologiya va boshqa narsalar. Muammo qayerda? Shuning uchun o'sha loyihani bir tashkil qilgan joyimiz bo'ldi va mana buni ham shuning uchun tashkil qildikki, ota-onalar bilan hech qanaqasiga kelisha olmayapmiz-da, bola tarbiyasi bo'yicha, bir bolalar bilan ishlash bo'yicha yoki turmush o'rtog'i bilan ishlash bo'yicha kerak bo'lsa. Rahbar bo'lsangiz, xodimingiz bilan bu joydagi olgan ilmingiz bitta bolangizga emas, hammaga ishlaydi. Shu narsani ham tushunib oling.
Qaysidir ishda mehnat qilish bormi? Qilmay qo'yaveramiz. Shuning uchun men ko'pchiligimiz bor, ingliz tilini boshlaylik, boshqa narsalar. Bosh og'rish kerak, ko'zga uyqu kelishi kerak, boshqa qilmay qo'yaveramizda. Bitta muhim narsa, bu holat hamma turdagi, hamma ruschasiga kategoriya deydi-yu, hammasida bor. Boyda ham, kambag'alda ham, maqomi yuqori odamda ham, maqomi past odamda ham hammasida bu bor. Bu hammaga bir xil tekkan kasallik. Bu hammaga bir xil tekkan kasallik. Misol uchun men bu yerda o'tiribdi, ko'pchilik ziyoli xatlam o'tiribdi bu yerda. Lekin vaholanki bu narsa bizda bor.